Bu holatni ko'rib shokka tushdim. Ne ko'z bilan qarayki, kelinimni somsasiga begona yigit boricha o'qlovini solayapti. Nima qilishni bilmay. Salom aziz obunachilar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan yangi hikoya bo'lishamiz. Umid qilamanki yoqtirasiz. Men ismim Saodat. Bu hikoyani yuragim og'rib, ammo ichimni bo'shatish uchun aytmoqdaman. Balki kimdir undan saboq olar, balki kimningdir hayotini o'zgartirar. Men farzandlarim uchun butun umr jon kuydirdim. O'g'limni katta qilgunimcha qancha mashaqqatlar ko'rdim, lekin Alloh sabr berdi. Oxiri o'g'limni uylantirdim. O'sha kunda ko'z yoshlarimni yashira olmadim, quvonchdan yig'ladim. Mana mening uyimga yangi kelin keldi. Endi uyimiz yanada fayzli bo'ladi, deb niyat qildim. Kelinimiz chiroyli, odobli ko'rinardi. Dastlabki kunlarda men uni o'zimning qizimdek ko'rdim. Ovqat pishirishni, uy ishlari qilishni o'rgatdim. Onajon deb chaqirganida ko'nglim yayrab ketardi. Ammo hayotimning eng katta zarbasi kutilmaganda keldi. Bir kuni uyda hech kim yo'q edi. O'g'lim ishda, erim safarda. Men esa bozordan ertaroq qaytdim. Uyga yaqinlashsam, eshik yarim ochiq. Yuragim gash tortdi. Ichkariga kirib qarasam, ko'zlarimga ishonmadim. Kelinim boshqa bir yigit bilan yonma-yon o'tiribdi. Ularning nigohlari, kulishi, hammasi hamma narsani ochib berardi. O'sha damda tomirim muzlab ketdi. Qo'limdagi sumkam yerga tushib ketdi. Ular menga qarab qotib qoldi. Qanchalik urushkim kelgan bo'lsa-da, o'zimni tutdim. Ey Allohim, bu qanday sinf deb ichimdan yig'ladim. Men kelinimga qattiq qaradim. Sen nima qilyapsan? O'g'limning uyini nega bulgayapsan? Dedim titrab. U boshini egdi, ko'z yoshlari yuziga oqib tushdi. O'sha yigit esa shoshilib chiqib ketdi. Men kelinimdan javob kutdim, lekin u indamadi. O'sha kecha men uxlay olmadim. Yuragim gazab va alamga to'ldi. O'g'limga aytishim kerakmi? Yo'q, u bechora barbod bo'ladi. Lekin aytmasam, bu sir men bilan yashab qoladi. Bu qanday adolat deb o'yladim. Ertasiga kelinim yonimga keldi. U yig'lab tizzasiga chokib. Onajon, meni kechiring. Men katta xato qildim. Bu xatoni butun umr unutolmayman, lekin o'g'lingizni yaxshi ko'raman. Bir daqiqalik ojizlik edi, dedi. Men uning so'zlariga ishonishni istamadim. Ammo ko'z yoshida chin dard sezildi. Shu paytda men hayotim davomida yig'gan tajribamni esladim. Inson xato qiladi. Hech kim farishta emas. Lekin xatoni tan olish bu ham jasorat. Men kelinimga qarab shunday dedim. Men seni qizim deb bilganman. Xatoingni ko'rdim. Agar bu yo'ldan qaytsang, Alloh seni kechirishi mumkin. Men ham seni kechirishga harakat qilaman. Lekin bu sirni qayta eslatma. O'g'limni sindirishni xohlamayman. Shundan keyin kelinim butunlay o'zgardi. U yanada sokin, itoatkor bo'ldi. Men ko'p kuzatdim, endi o'sha yo'ldan qaytgan edi. Yillar o'tdi. Men bu voqeani yuragimda saqladim. Ko'pincha o'ylayman, agar o'shanda shoshilib o'g'limga aytganimda, ehtimol ularning nikohi buzilardi, nabiralarim tugilmasdi, uyimiz vayron bo'lardi. Endi kelinim meni haqiqiy onasidek ko'radi. Har safar xizmatimni qilib, mehrini ko'rsatganda ichimdan shukr qilaman. Shu hayot menga bitta katta saboq berdi. Ba'zan insonni bir xatosi bilan emas, balki keyinchalik qilgan to'g'ri ishlari bilan baholash kerak ekan. Men bu voqeani sizlarga shuning uchun aytyapman. Oilada har qanday vaziyatda ham sabr va aqlli qaror muhim. Ba'zan kechirish, ba'zan sirni ichda saqlash ham oilani asrab qoladi.